Shahar markazidan gapiramiz. Qorachoq Xorazmiy ko'chadamiz. Shu ko'rib turganingiz 4 qavatli binoning 4-qavatida 56 metr kvadrat bo'lgan 2 xonali под ключ kvartirasi sotiladi. Narxini aytaman. Bir like bosib berib bizga obuna bo'lib turing. Narxi $52,000. Da'vat egasi yo'q. Qaytan kultimlar kelishtirib $49,000 tushirdik. Yana kelsangiz ustunda yana ham kelishtirib beradilar xudo xolasa. Hujjatlari soz. Albatta, bizda nosoz narsa reklama qilinmaydi. Uyga kirgan yeri akkuratni tiyib, oq oboy, oyoqtilarni akkuratnisidan g'ol bo'shab turibdi uyni. Koridorni keng ko'rsatadi. Konditsionerlar qo'yilgan. Koridorning o'zida ikki nadan lyustralar bor. Girishingiz bilan o'ng qo'lda kichkina akkuratni kuch qo'yadi ular. Kuchdan gizlab qo'yaverasiz. Bu ham desa, ummaniklar ham mo'shniy deb, proshniy deb qo'yilgan. Qarang, koridorda xonalar terlib turishini. Bu hamda birinchi xona va sizning oshxonangiz bo'ladi. Oyoqtilari kafel, divorlar to'liq oboy, kuxulniga qarang, o'zgacha chiqqan. Da patolog kuxulnik qilingan, xolodilnik, gaz plitalar ham bor. Sotaman deb qilinmagan ko'rinib turibdi. Da patolog kuxulnik mebel qilingan. Bunda esa ikkinchi xona, ya'ni bu sizni zolingiz bo'ladi. Marhamat. Aktivlarni qarang. Voy. Perdalar, mo'shni, divorlar, oppoq oboy. Lustra qarang, go'k shifon turibdi. Mo'shni. Aynalardagi perdelarning yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bir like bosib berib, joyqada bo'lgan do'stlarimni отправить etib qo'yishni yoddan chiqarmang. Bu yerda ikkinchi xona, bu yer sizni spalningiz. Divorlar, kraska, fon, perdalar bor, shkaf, ko'rpachalar bor. Bu shuncha kichkinaroq ko'rinib turibdi. Atak xona yaxshi yo'lan kattalikda. Endi men sizga sanuzulingizni taqdim etaman. Mana marhamat, tomosha qiling. Kafel, kirmashin, kafelni baliqli xilasi. Hojatxona qani beradi deysizmi? Albatta. To'g'ri savol. Hojatxona benda, alohida. Enang. Nima bo'lasiz? Narxini arziydimi? Albatta kommentariyada fikringizni bildirib, yozib tuzib ketish yoddan chiqarmang. Egasining telefon nomerini qoldiraman, qiziq bo'lsa egasi bilan savdolashib xarid qilsangiz bo'laveradi.